السيرة النبوية الجزء الثالث. سيرة پیغمبر 3 جزء. متى توفيت أمه ومن كفله بعدها. Onalari qachon vafot qildi va onalaridan keyin kimni kafolatiga qoldilar? توفيت أمه وهو ابن 6 سنين. Onalari vafot qildi va umrlari 6 yashar edilar. بمنطقة الأبواء بين مكة والمدينة. منطقة أبواء مكة ومدينة o'rtasiga. وهي راجعة من عند أخواله بني النجار. Onalari qaytib kelayotgandilar, tog'alarini oldilar. قوم بني النجار. وكفله بعد أمه جده عبد المطلب. وكفالتلari onalaridan keyin bobolariga tushdi Abdul Muttalib. متى توفي جده عبد المطلب. Qachon vafot qildi bobolari Abdul Muttalib. ومن كفله بعده. Bundan keyin kim kafolatiga oldi? توفي جده وهو ابن 8 سنين. Bobolari vafot qildi Abdul Muttalib va yoshlari 8 yashar edilar. وكفله بعده أبو طالب. Va kafolatlarini oldilar Abu Talib. وكان أبو طالب حفيا بالنبي. Va Abu Talib payg'ambarimizga ko'p mehribon edilar.